Texnologik institutni oldidan 3 xonali uyimiz bugun sotuvga chiqdi. Narxi 44.900 ga chiqaryapmiz. Proyektlarni tushuntirib o'tamiz. Uyimiz to'liq toza remont bo'lgan, remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Proyekt 2 tomonlama domimiz veterni. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda birinchi xonamiz. Detisk sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Devorlari aboy bo'lgan, qo'lin parda qilingan, lustralar o'chilgan. Bu ikkinchi xonamiz. Spalni qilib foydalansangiz bo'ladi. To'g'rimizda kladovkasi. Chap qo'limizda mehmonxona, zal. Sanuzullar razelni, hojatxonasi. Yuvinish xonasi. Oshxona balkonga chiqarilgan. Bu yoqqa bemalol o'tirib ovqatlanish uchun zona qilsangiz ham bo'ladi. Kuxna mebellari bor, konforkasi, vetishkasi, xolodilnik mavjud. Kvartiramizda steralniy, xolodilnik, konditsioner mavjud. Umumiy narxi 44.900, ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyasi Texnologik institutning qarama-qarshisida joylashgan 4 qavatli panel domimizning 4-qavatidan 2 tomonlama vetrinli domimiz.